elektr toki qimmat bo'lib ketyapti. Sizni bo'lsa ishlab chiqarishingiz yoki tijorat binoyingizda chiroq bilan muammo bormi? Eshiting. Qarang. Quyosh paneli o'rnatish uchun hamma uskunalar, mana bu qotirish uchun uskunasi va eng qizig'i projektorning o'zi. Bu hammasi Lens tomonidan ishlab chiqarilgan va siz birinchi qo'l Lens brendining egalaridan xarid qilish imkoniga egasiz. Siz o'ylaganingizdek $100-200 turmaydi bu qurilmalar. Sizga ancha arzonga tushadi. Bu hammasi hech qanaqa qo'lda boshqarilmaydi. O'zini masofadan boshqaradigan pulti ham bor, ya'ni sizni umuman qiynamaydi. Alohida включатель o'rnat yoki borib chiqib stolbada yoqib ol degan narsa yo'q. Taymerga qo'yib qo'yasiz. Kech kirish bilan o'zi yonadi, yorug'lik paydo bo'lishi bilan o'zi o'chib ishlayveradi. Ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqib, projektorlarni katta hajmda buyurtma berishingiz mumkin yokida konsultatsiya olib, projektorlarning barcha ma'lumotlarini bilib olsangiz bo'ladi. Eng qizig'i, xonadon egalari ham mahallalarga bemalol hech qanaqa ustasiz o'zlari o'rnatib olisha oladi. Men hattoki o'zimni uyimga ham o'rnatganman. Agar sizga ham kerak bo'lsa, yana bir marta aytaman, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqing. Lens har doim ishonchli bo'lgan, bundan keyin ham sifati bilan ishonchingizni albatta qozonadi.